Shoipov Diyorbek Dilshod o'g'li 2001-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. U O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 5-qismi bilan aybli deb topilib, 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. O'rtog'im qo'ng'iroq qilgan endi. O'shanda pulimni olishim kerak deganda, pulimni berishmayapti degan. Tanish bola kerak ko'p, 3-4 ta bola kerak degan. Bo'pti, ketganmi, gaplashamiz deganmi. Borganmiz. O'sha akani oldiga borganimizdan keyin holat tushuntirganman. Shunaqa pul olib qo'yishgan, pul berishmayapti degan. O'rtog'im pulini biladigan joyga olib borishganda, hamma yo'g'ini tintuv qilishgan. Tintuv qilib, qo'rqitib, notoni 1,5 yildan qo'shdi. Nimalarga pushaymon bo'lasiz? Agarda shu payt telefon qilgan vaqtida yoki men uzr deganimda ham shu kunlar balki ko'rmagan bo'lardim, qamalmagan bo'lardim. Kimdirlarga taqlid qilibdi, qiziqqanman. Shuni pulni olib bersak, o'zimizga ham pul beradi. Xayollar bo'lardi o'sha vaqtda. Yoshlik qilib, buni bunga chaqirganman, qo'shib. Shundan keyin shu bo'lgan. Jinoyat qilishga sababchi bo'lganman deb bir anaqada. Agarda o'sha vaqtda telefonning o'zida yo'q, yo men qo'shilmayman yoki men kerak emas bunaqa narsa deganimda balki shu narsalar bo'lmas edi. Oilamdan, yaqinlarimdan uzoqda bo'lmas edi. Kelajagini ham o'ylaganimizda balki shu yo'lga kirmasdik ham. Avvalambor. Hozir jazo muddatini o'tab kelyapman. İçimizden o'tadi. Shu xuddi qaniydi qilmasam shu ishni prezidentimizdan, xalqimizdan, ota-onamizdan uzr so'rayman.